Kanada nazorat organi dunyoga taniqli kiyim-kechak shirkati Zara'ning Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan aloqasini tekshirmoqda. Egilinishcha, Kanada korxonalarini tekshirish mas'uliyat organi Zara shirkatining Uyg'ur majburiy emgakiga chetish ekanligi to'g'risidagi tekshirishning dastlabki natijasini e'lon qilgan. Zara shirkati haqidagi tekshirish o'tgan yili 6-oyda 28 ommaviy tashkilotning shirkat ustidan qilgan arz shikoyatlari sababli boshlangan. Xabarda qayd qilinishicha, Kanada mas'uliyat nazorat organi Kanada hukumati tomonidan qurilgan bo'lib, chet elda kiyim-kechak, konchilik, neft va tabiiy gaz qatorliq sohalarda tijorat qilayotgan Kanada shirkatlariga munosabatli kishilik huquq mojarolarini bartaraf qiladigan organ ekan. Sanoatlashgan 7 davlat guruhi davlatlari tashqi ishlar ministrlarining 8 noyabr kuni e'lon qilgan o'rtaq bayonotida Uyg'ur masalasi tilga olingan. Ular bayonotida o'zlarining Sharqi Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq vaziyatiga davomli ko'ngil bo'ladiganligini ta'kidlagan. O'rtaq bayonotda G7 davlatlari o'zlarining Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga, bo'libmi Uyg'ur avtonom rayoni va Tibetdagi vaziyatga ko'ngil bo'ladiganligini alohida tilga olgan. Ular bayonotida yana Xitoyni xalqaro jamiyatda mas'uliyatchanlik bilan harakat qilishga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining maqsadi va prinsiplariga amal qilishga, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga yordam qilmaslikka, Janubiy dengizdagi egilik huquq ta'tilishida xalqaro qonunlarga bo'ysunishga chaqirgan. Isroilning G'azoga qilgan hujumining 36-kuni Arab va musulmon davlat rahbarlari favqulodda yig'in o'tkazdi. Islom hamkorlik tashkiloti bilan Arab ellari ittifoqi birlashma yig'inidan keyin e'lon qilingan xitobnomada Falastin xalqi bexatarlik va tinchlikka erishmay turib, Isroil va rayondagi boshqa hech qanday davlatning bexatarlik va tinchlikni ishga oshirolmaydiganligi isbotlandi deyildi. Egilinishcha, Amerikaning bir harbiy aeroplani 10 noyabr O'rta dengizda uchib o'tgan. Amerika Yevropa qo'mondonlik organining bayonotida Sharq O'rta dengizda mashq olib berayotgan Amerika harbiy aeroplanining juma kuni kechda tushib ketganligi bayon qilingan. Bayonotda voqeaning ta'siriga uchragan harbiy xodimlar to'g'risidagi uchurlarning ularning oila tabobatlariga hurmat qilish uchun oshkorlanmaydiganligi, voqeaning tekshirilganligi bayon qilingan. Bayonotda yana voqeani biror dushmanlik harakati keltirib chiqarmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bugun 1933-yili 11-ayning 12-kuni qurilgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati va 1944-yili 12-noyabr qurilgan Sharqi Turkiston Jumhuriyatining qurilish xotira kuni. Muhojiratdagi Uyg'urlar 1933-yili va 1944-yili ikki qatim mustaqil davlat e'lon qilgan bu kunni Sharqi Turkiston davlat bayrami sifatida tabriklab kelmoqda. Ikki jumhuriyat qurilganligining xotira kuni munosabati bilan Turkiya, Yevropa, Amerika va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan Uyg'urlar har xil xotirlash va tabriklash faoliyatlarini o'tkazmoqda. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash mundaq dedi: "Men Sharqi Turkiston davlat bayramini chin ko'nglimdan tabriklayman. Tarixiy cho'nqurlikqa to'lgan bu kun Sharqi Turkiston Jumhuriyatining idorasi va qarshiligini aks ettirdi. Men bu alohida paytning tarixda boshdan kechirgan qiyinchiliklarga qaramay, Sharqi Turkiston xalqining birligi va ittifoqligining simovli bo'lishini umid qilaman. Kelgusida texnik kuchlik va erkin kunlarga erishish tilagi bilan davlat bayramimizni tabriklayman."